Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sonli bosh qotirmalardan biroz murakkabroq bo'lgan misol va masalalar yechishga o'tamiz endi. O'tgan safar bitta masala joylagandim sahifaga. Oradan bir necha kun vaqt o'tdi. Izohlarga hech kim javob yozmabdi. Xo'p, endi shu masalani yechimini ko'ramiz. Avval masalani o'qib tushunishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Yig'ilgan 1 tonna mevaning 82% suvdan iborat. Ma'lum vaqtdan keyin bu mevadagi suvning miqdori 70% ga tushdi. Endi bu mevaning og'irligi necha kilogramm chiqadi? Bitta qaraganingizda juda bir sodda, oddiy masalaga o'xshaydi. Lekin bir vaqt o'zida qanday qilib uni javobini topaman, qanaqa qilib yechaman deb ham o'ylab qolasiz. Xo'p, endi shu va mana shunaqa shakldagi masalalarga duch kelganingizda bitta metod bor. Bu metodni eslab qolish uchun qoqi metodi deb yodlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana shu metoddan foydalanamiz. Xo'p, bu qanday ishlaydi? Eng avvalo qaraymiz. 1 tonna deganimiz 1000 kilogramm degani. Shuni yozib olaylik. Xo'p, so'ngra mana bu 82% suvdan iborat. Bu 82% suv o'zgaruvchan narsa hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, mana shu mevadagi suv miqdori aytaylik harorat oshganda qurib kamayishi mumkin. Xuddi masaladagi o'xshab suv miqdori kamayishi mumkin. Hayotda ham o'zi shunaqa bo'ladi. Bu yerda muhimi suv miqdori mevada tarkibidagi bu o'zgaruvchan narsa. Va endi o'zgarmas bo'lgan qismi ham bor. Bu masalalar shunaqa metodda yechishimiz kerak. 82% suvi o'zgaruvchan bir miqdor bo'ladigan bo'lsa, qolgan miqdori 18% qoqi bo'ladi va ana shu qoqini o'zgarmas deb olamiz. Mana buni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Qoqiga o'zgarmas deb qaraymiz. Xo'p, endi mana bu 1000 kilogrammni 18% ni topib olamiz. Buning uchun uni 0,118 ga ko'paytiramiz. Demak, 180 kilogrammi qoq ekan. Mevadagi suv miqdori kamaysa ham ana shu 180 kilogramm qoqi o'zgarmas turaveradi. Xo'p, endi suv miqdorimiz 70% ga tushib qoldi. Bundan kelib chiqadiki, qoqini miqdori 30% tashkil qilib qo'ygan bo'ladi. Shunda jami 100% bo'ladi-ku. Xo'p. Endi 180 kilogramm, ya'ni qoqi, yuqorida topganimiz qoqi 30% bo'lib qolgan bo'lsa, hozirgi mevani miqdori x desak, og'irligi. Ana shu 100%. Mana shu proporsiyani yechishimiz kerak bo'ladi. Biroz yaqinlashtiray. Mana shu proporsiyani yechishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu proporsiyani yechamiz. 30 x ga ko'payadi, 180 100 ga ko'payadi. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, x barobar 600 chiqadi. Yoki bo'lmasam, mana shu 180 kilogramm 30% bo'lsa 100% qancha bo'ladi degan savolga javob berish uchun 180 ni 0,3 ga bo'lsak ham 100% qanchaligi chiqadi. Ya'ni 600 kilogramm. Demak, masalamizning javobi 600 kilogramm ekan. 1 tonna meva 600 kilogramm bo'lib qopti.